Assalomu alaykum hammaga. 903, 905, 906, 907, 101 qora pultlar hammasining nastroykasida bir xil funksiyasi bor, bir xil nastroyka qilinadi. Buni ezganingizda shu ovoz chiqadi yoki mashinangizga birov tegsa, titiladigan, xabar beradigan, uyilaganda bu o'zidan ovoz chiqaradi. Bu jumada namoz o'qiyotganda yoki boshqada mana Ramazondamiz, xatmiga borganda boshqalar xayolini chalg'itishi mumkin. Buni vibratsiya holatiga qo'yib qo'yishni hozir birgalikda o'rganamiz. 2 bilan 3-knopkani bosib turamiz. 2 sekund nastroykaga kiradi. Yurgizadigan 4-knopkani 5 marta bosamiz. 1, 2, 3, 4, 5. Keyin margat qiladi o tepada ovozi. Keyin 1-knopkani bosamiz. Yondi mana vibratsiya holati. Keyin yana 1 bilan 2 bilan 3 ni bosib turamiz. Bo'ldi mana. Vibratsiya holatiga o'tdi pult. Ovozi chiqmayapti. Yana ochish uchun 1 bilan 2 bilan 3 ni bosib turamiz. 5 marta 4 ni bosamiz. 1, 2, 3, 4, 5. 1 ni bosamiz. Of, o'chdi. Yana 2 bilan 3 ni bosib turamiz. O'sha mana yana ovozi o'zi chiqyapti. Endi buni mashinani ovozini o'chirish bilan 1 bilan 2 ni bosasiz. Kanal rasmi chiqdi. Mashinadan ovoz chiqaveradi. Yana 1 bilan 2 da o'chirib qo'yasiz. Mashinaning ovozini o'zi o'chadi. Endi 1 bilan 3 ni bosib turadigan bo'lsak mana Z bo'lib qoladi. Bunda yurgizmaydi mashina. Umuman chustlik qilmaydi. Misol uchun namoz tugayotganda mashinani yurgizib qo'ymoqchi bo'lsangiz, xabar keladi, ovoz chiqaradi. Birinchi ovozini bezuk qilib, keyin yurgizsangiz bo'laveradi. Lekin Z holatda u holat bo'lmaydi. Z dan ochildi.